keyin ikki kishiga uyga ovqat jo'nataman. Keyin biz ikkovining deb qo'yamiz. Qani ovqat. Yangi kun aldama. Kecha tuxum qo'rgan paytimda 12 kirtilab qo'ribda dedingiz-ku. Qarg'adimi? Qarg'adi. Qo'llaring nimaga qirsilyapti dedi. Bunaqa qirsilyapti. Dadasi siz ayting. Endi kuyov. Qo'shilaman fikringiz. Qo'shilaman. Mana qaynotangizning hamma gaplari aniq va aniq to'g'ri gap gapiradi. Men biron marta ovqat qilganda kamchiligini topganmisiz? Maqtab yegansiz ana. Men biron marta O'ta! Sen oldingga. Demaganman men. So'g'ini degan qo'rqoqni to'pa qildim. Dada, sizni ham mana televizorda ho'kiz chiqdi. Dadang chiqdi dedi. Buni qarang. Mo'min qobilgina. Aslashganda. Yo, mana qarang. Dadangning ho'kizda kuchi bor degan. Qaranglar, mana qarang. Qo'yan basharak bu. Qo'yan bashara. Ho'kiz buni. Ana shunda men o'zing ho'kizsan. Cho'chqacha. Endi hali bizda ketmagan. Endi o'zi meni yangi kun xafa qildi. Nimaga? Qorqiz bo'laman desam, yo'q deydi. Qorqiz bo'laman. Nima qorqiz bo'laman? Qorqizdan qari ekan buni. Qor qizmas, qari qiz bo'lyapti-yu. Qor qiz degani Chidolmayman dadasi. Yo'q. Gapiring. Qorda qizi bor. Jonim, bajam. Ana ne gapiring. Qorda qizi bordi. O'ldik mana. Pizis. Nima qildi?